Toshkent davlat agrar universitetida Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining Xalqaro rivojlantirish assotsiatsiyasi ishtirokidagi oliy ta'lim muassasalarining moddiy texnika bazasini mustahkamlash loyihasi doirasida tashkil etilgan Akademik innovatsiyalar fondining loyihasi, ya'ni ta'lim sifatini oshirish uchun laboratoriya hamda know-how texnologiyalarni joriy qilish vositasida ta'lim sifatini oshirish. Ushbu ta'lim sifatini oshirish uchun loyiha doirasida quyidagi ishlar amalga oshirildi. Birinchi navbatda laboratoriya tashkil qilinib, ushbu tashkil qilingan laboratoriyada ta'lim sifatini oshirish uchun talabalar, magistrlar, professor o'qituvchilar baliq mahsulotlari, suv mahsulotlarini sifatini oshirish masalasida ta'lim jarayoniga joriy qilish masalasi hal qilindi. Ikkinchisi, ta'lim sifatini oshirish uchun bevosita know-how texnologiyalarni joriy qilish, ya'ni ixtiro asosida tayyorlangan suvni tozalash, zararsizlantirish hamda tuzsizlantirish qurilmasi. Birinchi bosqichda yaratilgan qurilma bu suvni zararsizlantirish uskunasi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi bosqichda bu baliqchilik ilmiy markazi hamda baliqchilik qo'mitasining iltimosnomasiga muvofiq eksport salohiyatini oshirish uchun bu uskuna yanada takomillashtirib, ham tozalash, ham zararsizlantirish, ham tuzsizlantirish, ya'ni daryo balig'iga mos bo'lgan suv tuzsizlantirib eksportbop baliq mahsuloti yetishtirishga qaratilgan. Ikkinchi know-how texnologiyalari bu kavitatsion generatorni ikradan baliq chavoqlarini yetishtirgan paytda 24 gradus Selsiyda rivojlanganligi sababli bu faqat may oyida amalga oshirilayotgan edi. Bu energiya tejamkor texnologiyani joriy qilish orqali yil davomida ikradan baliq mahsuloti yetishtirish amalga oshirildi. Ya'ni Xitoyda bu ko'rsatkich har 100 ikradan 20 donasi tovar baliqqa aylanadigan bo'lsa, O'zbekistonda bu 2%, ya'ni 10 barobar kam. Ya'ni ushbu texnologiyalar joriy qilinadigan bo'lsa, kamida bu ko'rsatkich 5-10 barobar oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hamda uchinchi know-how texnologiyalarimiz bu baliq uni yetishtirish mini texnologik liniyasiga taalluqli bo'lgan narsa. Ya'ni albatta baliq ozuqasini yetishtirgan paytda bu juda ham ahamiyati katta. Va bu texnologiyani takomillashtirish paytida bizning hamkorlarimiz Eko Agroindustry Know-how ilmiy ishlab chiqarish korxonasi hamda baliqchilik ilmiy markazi yordamida mikrobiologik laboratoriya tashkil qilindi. Ya'ni bundan maqsad hamda baliq ozuqa mahsulotlari, kombikormalarni sifatini oshirib, baliqlardagi kasalliklar sonini kamaytirib, ushbu laboratoriyalarda ishlab chiqarilgan mikrobiologlarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan shtammlar bevosita baliq mahsuldorligini oshirish, baliq kasalliklarini kamaytirish hamda ushbu tovar baliq ishlab chiqarishni keskin oshirishga qaratilgan. Va bu loyihamizda demak ham ta'lim sifati oshirilyapti. Laboratoriyalarda eng zamonaviy know-how texnologiyalar joriy qilinyapti hamda bevosita ishlab chiqaruvchi bilan bog'lanyapti. Ya'ni o'quv dasturlari ham baliq xo'jaliklari, baliqchilik ilmiy markazi bilan kelishilgan holatda bakalavr hamda magistrlarni ta'lim rejalari namunaviy rejalariga o'zgartirishlar kiritilgan.
tumani Kenagas mahallasida barpo etilgan bo'lib, nafaqat o'sha mahalladagi insonlarning ehtiyojini qondirish, balki ichki bozorni ta'minlash, insonlarning baliq mahsulotiga bo'lgan ehtiyojini qondirishga ham xizmat qilmoqda. 2003-yilda faoliyatini